Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki Sahih Bukhari namlı kitabıda biz tövendiki babını okumakçı. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tövendi budaktaydı. Ügüzde, munberde ve yağaç üstüde mesela karvat, körük okşaş. Ama şundaq jaylarda namaz okusa bu namazın hükmü qandaq durus bolandı bulmamdı degan mezmunda to'xtalmoqchi. Hamda Ebu Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şundaq deydi. İmam Hasanul Basri rahmetullahi aleyh muz üstüde, körüknün üstüde namaz okusa çatak yok, kerek yok degan. Ameliyatda aslından yoki üstüden yoki oldidan suydek masalan evrezlar yiqib turgan bo'lsa-mi, orliqda bir sutra bo'lgan bo'lsa, bir orliq bir parda va yoki bir to'sanji bo'lgan bo'lsa, to'sab turgan bu bo'ladi deydi. Masalan, ko'rikning ostidan evrezli yiqayotgan bo'lsa, shu evrezning tepida ko'rik bo'lsa, ko'rikda namoz o'qisa bo'ldi deb qaragan. Va Hasanul Basri'ninki so'zi bu. Ham shundaqla Abu Hurayra radhiyallohu anhu masjidniki o'gisida namoz o'qigan. Imomniki namoziga ergishib namoz o'qigan deydi. Imom ostida masalan o'gisida ikkinchi qavatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'qigan. Va shundaqla Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qor ustida namoz o'qigan deydi. Bu turli mushu islom fiqhlari orasida o'sha zemin turidan boshqa narsaga sajda qilish bo'ladi bo'lmamdi degandek mazmunlar haqidan kelib chiqqan talash tortishlarni mushu so'z orqali Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi yoritib bermoqchi. Chunki masalan mushu shialar orasida tuproqdan boshqa narsaga sajda qilish bo'lmaydi deb qarab, shular bular tuproq turdagi mushu tosh, mushlar narsalarni ilib mushu tosh turdagi ya tuproq turdagi narsalarga sajda qiladigan odatlari bor. Bundan farqli holatda sunniy mazhablarda bu bo'ladi degan qarashni Imom Buxoriy rahmatullohi alayh va yoritmoqchi bu yerda. Shundoqla shu sunniy mazhablar orasidami masalan qor ustida namoz o'qish bilan bu degandek ko'z qarashlar xilma-xil o'xshamaydi. Masalan, Imom Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayh buni toza qor ustida namoz o'qishni toza to'g'ri topmagan. Chunki odamning peshonasi bilan qo'li rasmiy tashlanib, rohat tashlanib sajda qilib bo'lmaydi deb qaragan. Hatta shu ikkinchi qavat, uchinchi qavatda namoz o'qish masalasida imom masalan birinchi qavatda bo'lsa, bu bo'ladi bo'lmam degandek masalada bu imomniki har xil yo'tkalmalarni bilsa, masalan, rukudan sajdaga, sajdadan rukuga, qo'p o'tirib qo'posh holatlarini bilsa, va boshqalarning bildirish orqali bu odamniki namozi durust deb qaralgan. Xo'sh, endi biz hadisning o'ziga kirib kelsak, 377 numurli hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishiniki tarjimali o'tgan, bu Imom Buxoriyning eng buyuk ustozlarining biri Ali ibn al-Madini degan kishi shu. Bu zot deydi, endi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi dаңliq ikki Sufyan bor, biri Sufyan ibn Uyayna, Sufyan as-Savri. Bu kishi Sufyan ibn Uyayna. Bu kishiniki tarjimalim boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Abu Hazim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishining tarjimalim o'tgan. Bu kishi deydi, bular Sahl ibn Sa'ddan so'ragan edi deb shunday deydi. Sahl ibn Sa'd buyuk sahobalarniki biri. Bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tgan. Endi tabiinlar va o'quvchilar shu davrda bu kishidan so'ragan. So'ragan savoliniki shakli mundaq. Munberniki yog'chi nimadan yasalgan? Shundan Sahl ibn Sa'd dediki, bu munberni ya biladigan odam mendan boshqa bu yerda biladigan odam qolmadi, hammalar o'lib ketib qoldi. Bu shu g'oba, shu o'rmonlikdagi yo'lg'un yog'chidan yasalgan deb shunday javob bergan. Bu g'oba degan bu yerda o'rmonlik degan bo'ldi. Lekin Madinada bu g'oba asosan shu tariqul uyun deydigan bir yo'l bor. Bu Uhud tog'ining orqa tarafiga to'g'ri keladigan. Shu yani burun g'oba deb, hozirmi g'oba deb ataydi masalan shu. Mintaqatul Bayda degan bir joy bor. Shu yerga boradigan cho'ng bir yo'lg'unlik bor. Shu joy ne demakchi? O'shaniki yo'lg'un yog'chidan yasalgan. Buni Payg'ambar alayhisolatu vassalamninki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir ayolniki ozodkor desa, ya'ni xizmatkori yasab bergan edi palani deb shunday degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buni yasab bergan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu munbarning ustiga chiqib turib, qiblaga oldin qilib, takbir aytib, kishilar oxirida o'rtug'an va Rasululloh va Qur'on o'qigan
namazning şeklini ötüvatkan halatda. Ruku kılgandı kişilermi ruku kılgan. Andan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşini götürüp, ağzı kayıtıp yerge secde kılgan. Andan munberge yana kayıtıp çıkkan secde kılganmazda. Anda yana ruku kılgan, anda yana beşini götürüp, yana keyinçilap kayıtganda, yana yerge secde kılgan. Bana bu şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'inki şu edebiyatki. Abu Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu ahirde bu hadisin ahiri şundaqdaydı. Ali ibn Medini mundaqdaydı. Mendin Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh bu hadis hakkında sorgan. Ahmed ibn Hanbel hem de İslam dinini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin, sahabalardan keyin şundaq ahli sünnet aqidasini saqlab qalgan eng büyük katta imamlarniki biri. Özünki hayatını qurban qilish bedeliga dinninki, tevhidning, aqidining, sunnatninki hozirgidek bunday julalık haltining yetib kelishiga sababchi bo'lgan kattalarniki birida. Menden İmam Ahmed ibn Hanbel bu hadis haqida sorgan deydi. Ali ibn Medini deydi, men bu yerda o'yladim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kishilardan egizi edi. Demek imam bu hadis orqali kishilardan egiz holatda namoz o'qib bersa, bo'ladi, kerak yo'q, chatoq yo'q degani tushundim, maqsad qildim. Hem şundaq deydi-de Ali ibn Medini. Dedim men Süfyan ibn Uyeyne bu hadis bu mesele hakkında köp sorulatdı. Siz Süfyan ibn Uyeyne'den anlamaganmıdınız desem Ahmed ibn Hanbel yo'q deb javob bergan dedi. Lekin bu hadisninki ma'lum bir qismini Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh Süfyan ibn Uyeyne'de rivayet qilgan lekin hammasini to'liq shaklda anglamaganligi bayon qilingan. Demak bu hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki shu kishilarga namozni o'rgatish, ta'limot tufaylidan ya'ni tushib, ya'ni chiqib harakat orqali bu namozni o'rgatganligi va bu harakat orqali buni o'rgatsa, buni imomniki durust ekanligi bilinib turibdi bu jihatda. Lekin bundaq ta'limot shaklidagi namozlarni faqat bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki xosliqi Rasululloh o'rgatsa bo'ldi deb qaragan Anvar Takashmiri rahmatullohi alayh.